Shu otaxonga ko'zim tushdi. Ko'zida charchoq, xayol surib o'tirardi. Negadir yaxshilik qilgim keldi. Yoniga bordim. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Siz nima ismingiz? Rahmat aka. Rahmat aka, qayerdan kelyapsiz? Tirikchilik-ku. Tirikchilik, mashalloh. Necha tirikchilik. kirdingiz? 52 yilmi? 52-yil, mashalloh. Nima ish qilasiz? Zerikaman. Tirikchilik qilib aylanib yuraman-da. Alloh rozi bo'lsin. Nech pul topasiz bir kunda? Rizqim yarasa. Qanaqa telefon ishlatasiz? Men telefon ishlatmayman. Ha? Hech Telefoningiz yo'qmi? Yo'q. Nimaga? Yo'q. Hozir nima qilsam xursand bo'lasiz? Ya o'z bilasiz, bilas. Xursand bo'lishingiz uchun nima qilay, tog'a? Bilmayman endi. Bog'a, mana shu telefon sizga hadya mendan. Mana shu telefon hadya mendan sizga. Mana tepasidagi noningizga. Xo'p. Ha? Ammo rozi bo'ling-da. Nimaga rozi bo'lmayman? Sizdek insonga rozi bo'laman-da. Ha, Siz meni bir duo qilsangiz bo'ldi. Allohning yonida yuzim yorug' bo'lsa bo'ldi inshaalloh. Qo'yinglar. Amin. 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 Barakalantir. Amin. Dab ko'radi. Allohu akbar. Inshaalloh. Boringizga shukr. Nimadir kerak bo'lsa menga telefon qiling inshaalloh. Xo'p. Rahmat. Qo'ying.